Herkese olamaz dostlar. Erteki iş vakti yok. Sizler bilen Zen4 kanalı. Ve bugünkü rubrikamiz Kim aqlliroq? Qoidalar. Bu videoning qoidasi ha aytgancha menga qarshi albatta Ablay ishtirok etadi. Juri bizga savol beradi. Biz savolga to'g'ri javob berishimiz kerak. Savolga birinchi javob berish uchun mana bu knopkani bosish kerak. Qani bo'lmasam, kettu. O'simliklar nima ishlab chiqaradi? Kislorod emasmi? Nechi baldingiz? 1 baldanmi? 1 baldan har bir javobga 1 bal. Dunyodagi eng chuqur okean. Tixa okean. To'g'ri, hamma ham bilsa kerak-ku. Ha, aytgancha savollar 8 ta. Va o'tgan sonning rasmi shu kanalning obloshkasiga qo'yiladi. Va yana bitta iltimos, like va podpiska bosib qo'ying. Quyoshga yaqin joylashgan sayyoraning nomi nima? Quyosh sayyorasida Mars. Nope. Neptun. Nope. Jupiter. Nope. Jupiter. Merkuriy emasmi? Merkuriy. Dunyodagi eng uzun daryo. Eng uzun qaysi? Amazon kanali. Nil. Nechi bo'ldi? Qaysi oyda 28 kun bor? Fevralda? Nope. Har oyda 12 oyda. Chunki Logichna. to'g'ri. Просто savolni yetirishingizda shuning. Mana endi siz kim aqlliroq videosidasiz. Mana shu savolga 5 sekund javob bersangiz, menga obuna bo'lib qo'yasiz. Bo'lmasa vaqt ketdi. Agar savolga javob topgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Topolmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. O'zbekiston poytaxti qayer? Toshkent. O'rganmay qoldim. Osson savol. Mayli. Yilning qaysi fasli birinchi keladi? Bahor. Nope. Qish. Chunki yanvar birinchi. Qish oy. To'g'ri. Gapni boshlanish harfi. Bosh harf bilan katta. Osson savolda. Prosta savol javob o'ylanib qoldim. Kim aqlliroq videosida Ablay aqlliroq chiqdi. Tabriklayman Ablay. Kommentda Ablay aqlli deb yozib ketinglar. Mana 4 oylik tanaffusdan keyin bir oddiyroq video chiqardik. Qolgan videolarimiz mash'tanliroq chiqadi albatta. Shuning uchun like va komment yozib qo'yinglar. Podpiska ham bosib qo'ysanglar, hech qanaqa qilmaydi. O'tdi. Bala chekka ishlamay vaqt yo'q. Bo'ldi. Itu dah itu. Pagiku cerahku, mata